boya telefonda aytganingizdek, mashinani prosta ustini karcher urib, artmasdan ketsa ham dog' bo'lmaydi dedingiz telefonda. Dog' bo'lmaydi. Avtomobilni sevib, mo'ykada mazza qilib yuvadigan obunachilarimiz bormi? Mana shu Ibn Sino atrofida turadigan sizlar uchun bitta zo'r yangiligimiz bor. Akamiz shu Ibn Sino savdo markazining ro'parasida avtoservis ichida sam mo'yka ochibdilar. Bu mo'ykamizda eng bitta plyus tomoni bor. Mashinani yurdirganingizdan keyin prosta chayib chiqib ketsanglar ham artmasanglar ustida dog' qoldirmas ekan. Ketdi endi obzorini ko'ramiz. Akamiz bu mo'ykaga 30 ming dollardan oshiq pul tiqib qo'yibdilar va boshqa mo'ykalardan bitta ustunlik tomoni bor ekan. Hozir nimaligini o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum Sayfulla aka. Aka, bu mo'ykaga 30 ming dollardan oshiq pul tiqibsiz. Bu yerda qanaqa ustunligi bor boshqa mo'ykalardan? Boshqa mo'ykalardan afzalligi bizda yerdan chiqqan suvni programma mashinaga urmaymiz. Maxsus osmos apparatidan o'tkazib, ana keyin haqiqiy ichadigan bezgaz suvidagi suvni mashinaga uramiz. Отдельно osmos ishlatishimiz shart emas. Karcherdagi suvimiz ham osmos bo'lib chiqadi. Toza ichimlik suvdek, undan ham tozaroq bo'lib chiqadi. Boya telefonda aytganingizdek, mashinani prosta ustini karcher urib, artmasdan ketsa ham dog' bo'lmaydi dedingiz telefonda. Dog' bo'lmaydi. Dog' bo'lmaydi. Unga javob beramiz. Unga javob beramiz. Imini qora mashinalarga, rangli mashinalarga javob beramiz. Ximiyalarimiz ham turetishga ximiyalar qo'yilgan hammasi yaxshi. Yozgi yoki chuqur kirlarga ega bo'lgan kir mashinalarga ham maxsus ximiyalarimiz bor. Boya aytgan gaplarini tekshirib ko'ramiz. Bezgaz suvda yuvasan dedilar, dog' bo'lmaydi deb. Menga bir kolni telefon qilganlarida mashina atilabdan yurdirmadim. Hozir ko'ramiz. O'zimiz ham mashinamizda test qilib, yuvib ko'rsatib beramiz. Spesialniy o'zimning mashinamni hozir test qilib ko'rdim. Ya'ni 100% yuvmadim-u, prosta bitta pena sepib, ustidan gidrolik suvini sepib, mashinani bitta aylantirib keldim. Qurigan holatini ko'ryapmiz, ustida gram dog' yo'q. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, turishiga baho berasizlar. Ma'lumot o'rnida yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu mo'ykamiz 7:24, ya'ni 24 soat tinimsiz ishlar ekan. Kelib, bemalol ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Betonka bo'yida chap tomondan kevrishdi, yangi Toshkent tomondan kelyapsizlar. Yangi domla tugashiga servis bor shuning ichida. 10 tarafdan keladigan bo'lsanglar, u yoqdan kelayotganlar, Taxti bozoridan o'tganinglardan keyin chap qo'linglarda yoki Ibn Sino savdo markazining ro'parasida avtoservis ichida. Lokatsiyamiz aniq bo'lsa, kelinglar, yudinglar, o'zingizlar baho beringlar.